أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. ikkita gap. Vav harfi lablar sar oldiga do'rdayibroq, cho'chchaytiribroq chiqariladi. Va bo'lib shunda to'g'ri chiqadi. Vavdan keyin t harfi shamsiy harf bo'lganligi uchun ya'ni tashdid bilan kelgandan ham bilib bo'ladi. Alif lam o'qilmayapti. Vattini t'dan keyin mad tabiiy bor, ya'ni ya harfi harakatsiz kelib mad bo'lyapti. 1-2 deguncha cho'ziladi. Vattini keyin o'rtasini bo'lib qo'ymaymiz. Vattini vazzaytun demasdan vattini vazzaytun deb ozgina bir-biriga tezlik bilan o'tib ketamiz. Yana bu vavdan keyin ham z harfi shamsiy harf. Vazzaytun ozgina z degan tovush chiqish kerak. Zda aytayotgani vazzaytun deb shab o'tib ketib qolmaymiz. Vazzaytun. Zay deganda yerda sukuni to'liq berilishi kerak. T'dan keyin mana vav mat kelyapti. Vazzaytun. Uzoqroq cho'zamiz to'xtayotganligimiz sababidan. Agar to'xtamaganimizda mat tabiiy qilib cho'zardik, ya'ni 1-2 deguncha. To'xtayotganimiz hisobiga ixtiyoriy 4-5 deguncha ham cho'zsa bo'laradi. Ya'ni bu mad oriz. Va turi sinin. To yo'g'on harf. Istilo harfi. Va turi to'dan keyin vav mad bor. 1-2 deguncha cho'zamiz. Sinin. Sinin deganda s'dan keyin mana yo mad bor, n'dan keyin ham mad bor. Sinin birinchisini 1-2 deguncha, ikkinchisini ixtiyoriy ko'proq cho'zamiz. Va hadal baladil amin. Hazadan keyin mana e'tibor bersanglar kichkina alifcha bor. Va hazal deb cho'ziladi. Zadan keyin lamga urishtiramiz. Va hazal ladni sukunini beramiz. Baladil birinchisi mana lam ulayapmiz. Baladil sukun berib, keyin alifning ustida hamza bor. Hamzani ustiga ad o'qiymiz. Amin. Va hadal baladil amin. Hammasi bo'lib 3 ta so'z bor bu yerda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad d qalqala bo'lyapti. D ingichka harf bo'lganligi uchun qalqalasi ham o'rtacharoq beriladi. Laqad ya'ni ingichkaroq qalqala beriladi. Yo'g'on harflar bo'lsa yuqoriroq qalqala beriladi. Khalaqnal endi qofga yo'g'onroq qalqala beramiz, chunki qof yo'g'on harf. Khalaqnal xo yo'g'on harf, istilo harf bu ham. N'dan keyin alif mat kelyapti, lekin ulab ketilayotgan joyga kelganligi uchun matlik sharti yechilib ketadi. Agar khalaqna deb to'xtaganimizda matni berardik. Khalaqnal deb ulaydigan joyga kelganligi uchun muallifning matlik sharti yechilib ketadi, cho'zmaymiz. Khalaqnal lamni sukunini beramiz, qalqala qilib qo'yamiz. Endi alif tagidagi hamzani tagidagi i'ni o'qiymiz. Insana ixfo qilamiz s'ga nunda. S'dan keyin kichkina alif mat kelyapti. Ozgina mad tabiiy beramiz. 1-2 deguncha. Fi ahsani fi orqasida hamza kelayotgani uchun ko'proq cho'ziladi. Mad munfasil kelyapti. 4-5 deguncha cho'zish ixtiyoriy. Cho'zsa yaxshiroq. Fi ahsani hadi yaxshiroq chiqaramiz. Ahsani taqwim. Ahsani deb cho'zib olamiz. Ahsani taqwim. Qofni qalqalasini beramiz. Vadan keyin mana yo mad, ya'ni ham to'xtayotganimiz uchun ham mad oriz. Taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa da mim tashdidli kelganligi uchun mad qilinadi. Undan keyin radadnahu da ro'yam tafhim yo'g'on kelyapti. D da qalqala bor. Radadnahu nundan keyin alif mad bor, ya'ni tabiiy mad bor. Asfala asfala bo'lib ketmasin, qalqala bo'lib asfala safilin. S'dan keyin mana mad tabiiy bir kichkina alifcha, oxirdan oldingi harfi yo mad.
mat oriz qilib ixtiyoriy safilin safilini bo'lib nunni to'xtayotganimizda qalqala berib qo'ymaylik. Safilin illallazina amanu illallazina de shamsiya harf kelayotganligi uchun monga urishtirib yuboryapmiz. Lazina da zirni til bosamiz, undan keyin yo'da ozgina cho'zamiz. Amanu da hamzadan keyin alif mat kelyapti. 1-2 deguncha buni ham cho'zamiz. Amanu vovul jamoa deyiladi, ya'ni ko'pchilikni bildiradigan vov bo'lganligi uchun buni ham cho'zamiz. Amanu bu ham mat. Va amilus solihati va amilus da mana o'rtadagi aliflar o'qilmay qolyapti, chunki sod harfi shamsiya bo'lgani uchun kirgizib yuboryapmiz. Solihatida soddan keyin alif mat bor, hadan keyin ham bor. Solihati falahum izhor movi mimda izhorni beramiz, ya'ni mimini aniq sukunini beramiz. Ajrun g'ayru mamnun. Ajrunda jada qalqala, ruda ustida run bo'lib tanvin, zammali tanvin kelyapti, ya'ni izhor qoidasi. G'o harfiga yo'liqqanligi uchun izhorini aniq beramiz. Ajrun g'ayru mamnun. Yo'g'on harf yerda sukunini to'liq berish kerak. G'ayru mamnun movi chiqib turgan narsa ham kichkina yana bitta mimcha. Mamnun birinchi fatha birinchi mimniki, keyingi sukun ikkinchi mimniki. Shuning uchun mamnun deb to'xtaymiz. Mov mat oriz. فما يكذبك بعد بالدين. فماذا ماذا كان ألف مات بار بريك ديكن تشوزلده بعد كيجن بالدين أنا ده شمسي حرف ارتدي ألفlar kirib ketdi. Din da mat oriz ixtiyoriy cho'zamiz. Alaysallohu bi ahkamil hakimin. Alaysallohu alif ustidagi hamzani ham ustidagi alifdan boshlaymiz o'qishda. Alaysa yerda sukun beramiz. Alloh lafzi fathadan keyin kelgani uchun o'rtasidagi lam tashdidli lam o'ga o'qiladi, ya'ni yo'g'on o'qiladi. Alaysallohu bidan keyin ad o'qiymiz. Bi ahkamil hakimin. Hanaka mat tabi oxirida mat oriz bor. Sadaqallohul azim. Alloh foydali qilsin. Foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ulashishni va fikrlaringizni bildirishni unutmanglar.